Sure Naml Mekke'de nazil bo'lgan 93 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani ve kitabin mubin. Tasin. Bu Kur'an'ның ve Roşen kitabның ayetleridir. Huden ve buşra lil mu'minin. Müminler için hidayettir ve hoş haberdir. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Şundaq müminler ki ula namazını ada kılıdı, zakat verdi ve ahiretki cezmen işinidir. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Ahiretki iman etmaydiganlarga ularning amallerini hakikaten çıraylık gösterdik. Ular gumrahlıklarda tınırqap yürüşüdü. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Ular dünyada qattiq azapqa duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Sana Kur'an elbette hikmet bilen iş qılğıcı, hemmini bilgücü Allah tarafından verildi. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Öz vaqtida Musa ailesidikilerge men hakikaten ot gördüm. Men otning yeniga berip yol to'g'riliq birer xabar uqib kelay yoki sizlarning isinishinglar uchun otdan bir cho'g' ilib kelay dedi. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Musa otning yeniga kelganda mundaq nida anlandı. Allah otning yenidagi kishini va otning atrofidagilarni muborak qildi. Alemlerning Rabbi Allah paktur. Ya Musa innehu anallohul azizul hakim. Ey Musa, şübhisiz ki men mutlaq, g'olib, hikmet bilen ish qilg'uchi Allohdir men. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Hasanı taşlığın. Musa hassının goya yılandek tiz hareketlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Qo'rqqanidan keyniga qarayolmadi. Allah aytdi: Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء
فإني غفور رحيم. Lekin kimiki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarni yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga eng mag'firat qilg'uchidirman, eng mehribondurman. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. Qo'lingni qo'yningga sag'in. U hech qanday illatsiz ap-oq bo'lib chiqdi. Bu mening Fir'aun ve onun kavmiga elib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا هذا سحر مبين. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehridir dedi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Ular bu oyatlarni ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا على كثير من عباده المؤمنين. Biz hakikaten Davud'a, Süleyman'a dünya ve din ilimlerden keng ilim ata kıldık. Ula aytdi: Cemi hamd sana bizni nurgun bendilerden artık kıygan Allah'a xastır. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Süleyman peygamberlikte, ilimde, padişahlıkta atısı Davud'a varislik kıldı. U, ey insanlar, bizge kuşlarının tili ta'lim berildi. Dünyanın nimetlerinden hemme nerse ata kılındı. Bu elbette Allah ata kıygan roşen ihsandır dedi. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Süleyman'ın cinlardan, insanlardan ve kuşlardan boğan koşunları toplandı. Süleyman aleyhisselam ularning oldida debdebe bilen manattı. Ular tertiplik o'rinlashtirilgan edi. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ular Şam'daki bir çömüleler vadisiga yetib kelganda bir çömüle aytdi: Ey çömüleler, uvullaringlarga kirib ketinglar. Süleyman ve onun qo'shini uqmasdan sizlarni yanjib etmasin. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Süleyman çümülünün sözüdün tebessüm kılıp küldü ve aytdı: Rabbim,
sen meni manga ve ata-anamga bergen nimetinge şükür kılışqa, sen razı boladigan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmeting bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. O qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi. Menga nim bo'ldi? Höpöpni ko'rmayman-ku. Ya o yo'qolib ketdimi? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Onu çoqum qattiq jazolayman. Ya onu çoqum bo'g'izlayman. Ya çoqum yo'qolib ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Uzaq o'tmay öpüp keldi. O aytdi. Men sen bilmegen işini bilip geldim. Sana men Səbədən, yani Yemendeki Səbə şəhridən bir muhim xəbər ilib geldim. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Men həqiqətən ulağa, yani Səbə ahalisige bir ayalının, yani Bilqisning padişahlıq qılıbatqanlığını köydüm. Onunğa özüge ve səltənətiga keraklik həmmə nəsi berilgan ekan. O çoğ taxtga ega ekan. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Onun ve kavminin Allah'ını koyup quyoshga cho'qinganligini bayqadim. Şeytan ulağa qilmishlarini, yani Allah'ını koyup quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlug'ichi, sizlarning yo'shurun va oshkor ishlaringlarni bilib turg'ichi Allohga sajda qilmaydi. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Allah'tan başqa ibadetke layık hiç ilah yoktur. O büyük erşinin Rabbidir. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Süleyman aytdi. Sen rast devatamsen ya yalgan mı? Qaraymiz. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Bu xitimni elib berib ulağı taşlığın. Andın uladın neriroq joyda yo'shirinib tur. Ularning qandaq javob qaytirdiganligi qarag'in. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. O, yani Bilqis aytdi. Ey ulug'lar, bana hakikaten Süleyman'dan bir parça qimmatli xat keldi. Onun məzmunu şu ki, en şefqatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
Sizlar manga akavurlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. O, yani Bilqis aytdi: Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib, hech ishni bekitganim yo'q. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Ular aytdi: Biz kuchlik va jangovarmiz. İş sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. O, yani Bilqis aytdi: Şübihsizki padişahlar birer şehirge hücum qilib kirsa, onu xarab qiladi. Şəhərinin mötəvər adamlarını öldürüş, əsirga elish və sürgün qilish bilan xar qiladi. Ularni shundaq qiladi. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Men çoxum ularga sovg'at avatiman. Elçilerinin nima xabar elib keladiganligiga qarayman. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Elçi Süleyman'ın aldığı yetip kelgende Süleyman aytdi: Sizlar manga mal bilan yordam qilmoqchimi? Allah'ның manga bergenleri sizlarning bergenlaringlardan yaxshidir. Belki sizlar so'g'anglar bilan ko'ranglab ketsizlar. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Sen qaytib ketkin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor kamsitilgan holda cho'qim chiqarib etamiz. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Süleyman aytdi: Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Cindim bo'lgan ifrit aytdi: Men uni o'rnidan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochqicha elib kelaman dedi. U duo qilib edi
taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yonida turganligini ko'rganda, bu Rabbimning menga qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim yo tuzkorlik qilamdim, buning bilan meni sinidi. Kimiki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim hammadan boydir, karimi kangdir dedi. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Sulaymon Bilqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzidan aytdi. Uning, ya'ni Bilqisning taxtini, ya'ni shaklini o'zgartinglar. U taxtini tonimamdu qaraymiz. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Bilqis kelganda uningga sening taxting mushundaqmi deyildi. U shudek turdi dedi. Sulaymon Allah'ның ne'metini so'zlash yuzidan aytdi. Uningdan, ya'ni Bilqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Uni Allah'ını qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kafir qavmdan edi. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Onunğa, yani Bilqisqa sarayga kirgen deyildi. O, yani Bilqis sarayni çoğun su deb gumallanıp, kiyimini kötürüp, iki paçkını açtı. Sulaymon aytdi. Şübhisiz ki o aynekten yasalgan saraydır. O, yani Bilqis aytdi. Rabbim, men hakikaten Allah'a şirik keltirip, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olimlarning Rabbi Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Biz hakikaten Semud'a qerindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih, Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahan ular jidallashadigan, ya'ni din barsida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Salih aytdi. Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Ular aytdi. Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Solih aytdi. Sizlarga keladigan yaxshilik, yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi.
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Şəhərdə, yəni Hicridə yeryüzüdə buzğunçuluq qıladigan, islah qılmaydigan 9 nəfər kişi var idi. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Ular özara Allah bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechida Salihni va uning tavalarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik. Biz haqiqatan rostchilmiz deyli. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Ular Salihga qarshi suiqasd planladi. Ularni suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligini qarag'inki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning uylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Salih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Lotning qissasini bayon qilgan. Ayni zamanda Lot o'zining qavmiga aytdi: Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar? أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Sizlar ayollarni qo'yib, jinsiy talabinglarni erlar bilan qondiramsizlar? Balki sizlar nodon qavmsizlar. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Ularning birdan-bir javobi Lotning tavbalarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Biz uni va xotinidan boshqa tavbalarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinini azobga qolg'uchilardan qildik. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantirilg'uchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Cemi hamd sana Allah'a xasdır. Onun peygamberlik tanlagan bendilerge amanlık dileymen digin.
Allah yaxşımı yoki ularning shirik keltirgan narsalari yaxshimi? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'i qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqqizgan, uning ustida tavrab ketmasligi uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Beşiği kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beşiği kelgan ig'irchilikni ko'tarib yetadigan va sizlarni zaminning o'rinbosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ina va'z nasihat olasizlar. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Quruqliqning va dengizning qorong'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib berdigan, rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Allah ularning shirik keltirilgan narsalaridan pokdir. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. İnsanni dastlabda yaratgan, ondan uni terildirdigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalillaringlarni keltiringlar. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah'tan başqa osmonlardagi va zamindagi hech kim g'aybni bilmaydi.
Ular, yani xaloyiq, qachon teriladiganliklarini bilmaydi. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Kafirlar aytdi: Biz ve bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan terilib cho'qim chiqarilamdiq. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta terilish va'da qilingan edi. Bu va'da burunqilarning qissalaridir. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Sen bu kuffarlarga aytqin: Zaminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? İlgiriki kuffarlarning beshiga kelgan kun keyingi kuffarlarning beshiga mi keladi? ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ulardan, yani ularning iman etmaganligidan qayg'urmagin. Ularning hiyla mikirdan iching pushmasin. Allah seni ularning sharridan saqlaydi. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ular agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Sizlar aldırab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degin. Bu Badr g'azotida ularning o'ltirilishi va asirga elinishidir. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Rabbing insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Lekin ularning to'lisi Rabbiga shukr qilmaydi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Rabbing ularning dillarida yoshirganlarini va oshkor qilganlarini shak shubhisiz biladi. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Osmon zaminda lavhil mahfuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Peygamberlerinin tügencisi Muhammed aleyhisselam'a nazil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan İsrail avlodiga ularning ixtilof qilgan nasllarning ko'pini bayon qilib berdi. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Qur'on mu'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Şübihisiz ki Rabbin ula, yani Bani İsrail avladının arasında kıyamet günü adil hüküm çıkardı. Allah mutlak galiptir, hemmini bilgiçidir. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
إنك على الحق المبين. Allah'a tevekkül qilgin, yani işingni Allah'a topshirgin. Hamma ishingda Allah'a yo'langin. Allah sana madadkordir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, shubhisizki sen ro'shan haq ustidasan. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Sen ölüklerge ve yüz örgen gaslarga, yani dillerinin ölüklikide ölüklerge ve haqni anlamaslıkta gaslarga okşaydıgan küffarlarga davetini anıltalmaysan. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Sen dili korlarını gumrahlıktan ayırıp hidayet kılalmaysan. Sen davetingni faqat bizning oyatlarimizga iymon etib musulmon bo'lganlarga anglatalaysan. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Ula, yani küffarlarga aldın ala aytilgan söz işqi aşqanda, yani azab ve kıyamet yakınlaşkanda, ulağa ziminden bir türlük hayvanını çıkarımız ki, ulağa insanların bizning ayetlerimizge işenmegenlikini sözleydi. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. O günde her ümmetning ichidan bizning oyatlarimizni inkar qilganlardan bir top odamni hisob elish ve jazolash uchun yig'imiz. Ular kishilarning oldi-keyni yig'ilg'icha to'xtatib turiladi. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Ular Allah'ның dergahıga kelgan chaqlarda Allah ularga sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. Ular özleriga zulm qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular özlari bo'lmaganligi uchun so'z qila olmaydi. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ularga kechini aram aladigan vaqt qilganligimizni, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. O günde sur çelinidi. Allah xalığanlardan, yani periştiler, peygamberler ve şehitlerden başka asmanlardaki ve zimindeki hemmeni korkunuş basıdı. Hemme Allah'a boysungan halde kelidi. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Tağlarni turg'un holatda gumon qilsan. Halbuki ular bulutdek cho'rgilab turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunuridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan obdanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinishdan amin bo'ladi. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Yaman ish qilganlar davzaqqa yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanisizlar. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, men faqat Allah hürmetli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Rabbiga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishga, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimiki hidayet tapıdiken, o özünün paydası üçündür. Kimiki azıdiken, onun vabali özüge boludu. Sen onunla aytqin ki, men faqat agahlandırıcıladın men. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, cemi hamd sana Allah'a xasdır. Allah sizlarga qudratini ko'rsatib berdigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish foyda bermaydigan chaqda tonisizlar. Rabbing sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir.